Hammaga assalomu alaykum, kanalimga xush kelibsizlar. Ertalabdan hamma ayollarni qiynaydigan savol, bugun nima ovqat qilsam ekan mavzusi bo'lsa kerak. Meni ham doim shu mavzu qiynaydi. Qayerda nima ovqat bo'lsa ko'rib beraman. Bugun ham shu nima ovqat qilsam ekan deb YouTube'ga kirdim va YouTube'dan kovlab nima ovqat qilishni qaradim. Mendan Botir Qodirov chiqib keldi. Nimagadir har doimgidek Firdin Normatova kundoshlar bilan chiqib keldilar. Qancha ko'rmay desam shu videolar chiqib keladi. Xamirli ovqatlar chiqdi, xamirsiz ovqatlar chiqdi, lekin hech qaysi menga ma'qul bo'lmadi. Nimagadir, chunki bittasiga xamir qo'shish kerak, bittasiga misorovka kerak, misorovka ishlatishim kerak farsh uchun. Xullas ko'p narsa, lekin men уже kamida bir 40 minut ovqat tanlagunimcha hamisha qilib xamir olib borib qo'ygan bo'lardim, misorovkadan ham chiqarib bo'lgan bo'lardim. Shu payt bolalar qarasam chiqsam bayram qilishyapti. Narsadan o'tirganim uchun mazza qilib xohlagan narsasini yeyishgan, xohlagan narsasini yeyishgan, xohlagan narsasini ichishgan va mazza qilib yurishibdi. Qancha ularga nazorat kam bo'lsa shuncha mazza bolalarga. Bundan keyin tezgina chiqdimda nima ovqatligini har ham o'yla olmadim. Kartoshka aytayotgan paytim o'yladim, guruch ovqat qilsammikan, osh qilsammikan, bu qilsammikan, bu qilsammikan, bu qilsammikan. Xullas shu ko'pincha shu ovqat nima ovqat qilishim o'zi o'sha paytda paydo bo'ladi. Ungacha o'ylanaveraman. Undan keyin esa shu hamma bilgan shu kartoshka go'sht ozgina suv solib dimlab, paketga solib dimladim. Qachondan beri xamirli ovqatlarni qilyapman, oddiy ovqatlar qilmayapman. Shu ovqat qila qo'ylik, chiqsa yo'ldimda, lekin kichkina pichoq bilan to'g'rash boshladim. Sababi katta pichoqni qirqigim kelmadi, yugim kelmadi. Lekin noto'g'ri qilgan ekan, vaqtim ko'proq oldi. Bu yerda tezlashtirilgan videoni shunaqa qilib ko'rib oldim. Ovqatni qanday pishirish ko'rsatib berib o'tirmadim, chunki hamma bu retseptni biladi. Undan keyin oshxonalarni yig'ishtirib oldim. Uyda hali ishlar ko'p, vanna, tualet, bolalar xonasi, ko'p ishlarni qilishim kerak. Uyimiz 2 xonali, lekin 2 xonali uyda bir qancha ishlar bor. Mana shunaqa qilib oynalarni ochib oldim, havolarni almashtirib oldim, suxari qilib oldim. Bolalar har damda yeb o'tadigan narsalarni to'g'rab qo'ydim. Xullas, meni yarim kunlik hayotim shunaqa. Oxirigacha ko'rganligiga rahmat. Rahmat, sog' bo'linglar. Kanalimga nima deyiladi, podpisatsiya tugmasini bosishni unutmanglar va kommentariy yozib qoldiring.